Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 25-fevraldan 28-fevralgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25 va 28 fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 26-27 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 25 fevralda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 26-27 fevralda 2-7 daraja sovuq, 28 fevralda 0,5 daraja sovuq. Kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 26-28 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 25 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 26 fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 27 fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 28 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 25 fevralda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 26-27 fevralda 2-7 daraja sovuq, 28 fevralda 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25-26 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 27-28 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 25 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 26-27 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 28 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25-26 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 27-28 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 25 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 26 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 27 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 28 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 28-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25 va 28 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 26-27 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 25 va 28 fevralda 13-18 daraja iliq. 26-27 fevralda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25-26 fevralda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 26 fevralda ayrim joylarda kuchli bo'ladi. 27-28 fevralda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 25 fevralda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 7-12 daraja iliq. 26 fevralda kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 27-28 fevralda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.